Jigarlar 2014-yil Cobalt. Balon holatlari o'rtacha, saka diskalar qo'yilgan. Mana aka egalari. Xo'p, metanlari bor. Metan qilingan, motor korobka hadoy hech qanaqa ishi yo'q ekan. Mashina tiniq turibdi. Kraskasi mana shu kapot bilan mana bu kriloda bor ekan. Qolgan joylar absolyutni top-toza. Balon holatlarini ko'rsatib o'tdim. Salonini bitta ko'rsataman akalar. Elektropaket. Probegi bir qo'l mashina 135 ming halol dedilar. Yana ham o'zinglar uchun ko'rib ko'rsatib tekshirib olasizlar. Salon holatlari ham zo'r turibdi. Chexoli, poligi bor jigarlar, metanlari ham bor ekan. Mexanika korobka orqalari tonirovka qilingan, balonlari zo'r. Mana bunaqa spoilerlar qo'yib, nikelchalarni yopishtirib, aka o'zi qarab haydagan ekanlar. Mashina degan haqiqatan tiniq bo'lib turibdi. Mana shu krilo bilan kapotda bir burchagi kraskasi bor ekan. Qolgan joylarni absolyutni top-toza dedilar. Yili 2014. Narxiga keladigan bo'lsa 87 ga bermadim. Biror nima qilsa berib yuboraman dedilar. 90 atrofiga 87 dan balandrog'iga xullas bitadi jigarlar.